Kun xabarlari bilan qisqacha. Qozog'istonda ayol yangi tug'ilgan qizini pullamoqchi bo'ldi. Politsiya Turkiston viloyatida yashovchi 23 yoshli ayolni qo'lga oldi. U 3 kunlik yangi tug'ilgan chaqalog'ini 800 ming tengaga sotishga uringan. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Eron armiyasi Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt va Bahrayndagi AQSh harbiy obyektlariga dron zarbalari berdi. Bu haqda Press TV xabar berdi. Surxondaryoda odamlarga prava olib bermoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron hududida urib tushirilgan F-15 qiruvchi samolyoti uchuvchisini qutqarish bo'yicha muvaffaqiyatli operatsiya o'tkazganini rasmiy tasdiqladi. O'zbekistonda 991 ta dorixona narxlarini asossiz oshirgani aniqlandi. Sportchi Diyora Keldiyorova uzoq tanaffusdan keyin yana sportga qaytdi. Obuna bo'lishni unutmang.